Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan aksariyat o'quvchilar, IELTSga tayyorlanayotgan o'quvchilar qiynaladi CG mocklarda va undan tashqari haqiqiy CGI imtihonda ham. Xo'p, bu nimaga? Chunki ko'p odam o'ylaydi, men typingda yaxshi emasman, yozishda yaxshi emasman bo'ladi. Aksincha unaqa emas. Typingda deyarli aloqasi yo'q. Ko'p o'quvchilar qanday yondashishni bilmaydi va umumiy platformani, ya'ni o'sha haqiqiy imtihonda bo'ladigan platformani strukturasini tushunmaydi. Sababi oldin imtihonda bo'lmagan. Xo'p, bugun sizlar bilan mana shu strukturani ko'rib chiqamiz. Imtihonga kirganda nimalar qilish kerak va nimalar qilish kerak emas. Shuni birga ko'rib chiqamiz. Xo'p, bu bizning Registon platformasi haqiqiy imtihondagi birga bir qilingan. Xo'p, birinchi bo'lib sizda listening bo'ladi va mana reading writinglarni ochib bo'lmaydi. Sababi listening tugatganingizdan keyin avtomatik tarzda o'zi reading o'tib ketadi, avtomatik tarzda o'zi writingga o'tib ketadi. Xo'p, kiramizda, xo'p, listeningni boshlaymiz. Va har bitta sectiondan oldin sizda обязательно instruction bo'ladi, ya'ni qanday qilib mana shuni qilish bo'yicha o'zi platformada nimalar qilish kerak, nimalar qilmaslik kerak. Faqat bu ingliz tilida. Your listening test takes about 30 minutes. The listening test is in 4 parts. Ya'ni обязательно instructionni ko'rib, eshitib, o'qib olishingiz kerak sectionni boshlashdan oldin. You will hear each part once. There are 40 questions. Each question is worth 1 mark. Listen to and read the instructions carefully. You have time to read the questions before you listen. Answer the questions while you listen. Try and answer all the questions. Xo'p, bir narsaga e'tibor berishimiz kerak do'stlar. Paper based imtihonida biz bilamiz, shu imtihondan keyin bizga javoblarimizni ko'chirgani 10 daqiqa vaqt berardi. CGI da unaqa narsa berilmaydi. Siz avtomatik belgilab ketishingiz kerak. Faqat oxirida 2 daqiqa vaqt beradi, shuni review qilib olishimiz uchun. At the end, you will have 2 minutes to check your answers. The top of the screen shows how much time you have left. At the end of the test will finish automatically. Bizga deyapti, testning oxirida test tugab qoladi, avtomatik tarzda. Ya'ni kimdir kelib to'xtatmaydi, o'zi tugab qoladi test. O'shuning uchun ham aytganimdek, javoblarni sirazi yozib ketishingiz kerak. Xo'p, demak boshlaymiz listeningda. Yes, I am ready. This is the IELTS Progress Check Listening Test 1. Xo'p, background. You will hear a number of different recordings, and you will have to answer questions on what you hear. Bu yerda instruction. There will be time for you to read the instructions and questions, and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in 4 sections. At the end of the test, you will be given 10 minutes to check your answers. Xo'p, biz highlight qilishimiz mumkin. Shunchaki mana buni Section 1. belgilaganingizda You will hear a young woman telephoning an employment agency to inquire about jobs. First, you have some time to look at questions 1 to 4. Xo'p, ko'rib chiqyapmiz va qarang, zo'r tomoni siz note qo'shsangiz bo'ladi. Misol uchun, help customers starting after a xo'p, add a note qilib turib, for example, noun, right? Noun singular. Lekin bu note ishlatmaslik tavsiya qilaman, sababi ko'p o'quvchilar vaqtini You will see that there is an example that has been done for you. On this occasion only, the conversation relating to this will be played first. Va e'tibor bering, highlight qilib. Hello, this is Thurston Employment. You're through to Daniel. How can I help you? Hello, my name's Jane McLeod. I came in last week and talked to one of your colleagues, and she told me to ring today. Jane McLeod. Yes, here are your details. You're looking for a full-time job, aren't you? That's right. There's a position at Belfield Garden Center that's just come in. Oh, I know the place. I've been there several times. What's the job? It's as an assistant. The man says the job is an assistant at the garden centre. So, assistant has been written in the space. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 to 4. Bu multiple choice savollarimiz. Hello, this is Thurston Employment. Okay. Xo'p, endi reading o'tyapmiz, do'stlar.
Xo'p, bu yerda hozir men ko'rsatib beraman, polni qanday qilib highlight qilishni. Undan oldin обязательно mana buni ko'rishingiz kerak bo'ladi. Men shunchaki buni o'tkazib yuboraman hozir. Xo'p, readingni boshladim. Shunaqa ikkiga ajralgan bo'ladi ekran. Bu yaxshi. Sababi bu yerda ko'rib turib highlight qilib savollarni solishtirsak bo'ladi. Xo'p, va e'tibor berishingiz kerak. Enter'da bosib olmaysiz. Imtihonda ham, mockda ham. Sababi enter'da bosib olsangiz section tugab qoladi o'zidan-o'zi. Xo'p, va highlight qilmoqchi bo'lsam, aksariyat o'quvchilarda qanaqa? Men William Smith highlight qilmoqchi bo'lsa-da, bu yoqqa tushib ketib qoladi. Xo'p, buni oldini olish uchun shunchaki o'sha so'zni ustiga 2 marta bossangiz yetadi. Highlight William Smith. That's it. Bu yoqda ham xuddi shunday. For example, commission, right? I'm going to highlight this. Ustiga ikkita bossangiz yetadi. Xo'p, va bu gap fillingda shunchaki ustiga bosasiz va yozishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, yozayotganda qanaqa letter ishlatgan yaxshi? Kichkinami yoki kattami? Capital lettermisiz? Xo'p, klaviaturada caps lock degan tugma bor. Mana shu caps lockni yoqib turib, siz hammasini kattada yozganingiz yaxshi. Ya'ni paper based imtihondaqa. For example, about his, for example, product, right? Endi siz mana bunaqa yozib qo'yadigan bo'lsangiz, xato bo'lib qolishi mumkin. Shu sababli ham caps lock olib turib, hammasini kattada yozganingiz yaxshi. Product. So you see, for example, commission, right? Va hokazo. Xo'p, endi savol turlarini ko'rib chiqadigan bo'lsak, bu gap filling, bu yoqda true false not given, right? Xo'p, undan keyingisi bizda part 2 passage tugatyapman. Xo'p, it is about matching information. Xo'p, paper based dan farqli tomoni bu yerda table ko'rinishida bo'ladi. An admission that if one type of food is harvested too soon, its taste may be affected. Xo'p, ya'ni qaysi paragraf, mana bu A dami, B dami yoki C dami, qaysi paragrafda mana bu ma'lumot bor deyapti. Xo'p, biz odatda A, B, C deb yozar edik. Bu yerda shunchaki belgilab ketasiz. Ustiga bosib. Xo'p, bunda ham xuddi shunday. It's about people, right? Bu yerda odamlar bor mana. A, B, C, D mana odamlardan qaysi biri buni gapirgan. Ko'p o'quvchilar mana shunda nima qilishni tushunmayapti. Обязательно pastga scroll qiling. Savolni oxirigacha ko'ring. Xo'p, bundan belgilab ketishingizga to'g'ri keladi. Xo'p, endi ketdik. Keyingisi yana gap filling tushuntirib berdim. Xo'p, part 3. It's multiple choice questions there. And bundan xuddi shunday highlight qilsak bo'ladi. Note qo'shsangiz ham bo'ladi, lekin note qo'shishni aytganimdek tavsiya qilmayman, sababi vaqt oladi ozgina. Shuning uchun. Xo'p, va mana bu drag and dropda qarang. Xo'p, bunda esingizda bo'lsa bizda variantlar bo'ladi. Tepada gap fillingga o'xshagan narsa faqat so'zlarni o'zi berib qo'yardi examda. Xo'p, bu ham xuddi shunday. Bu yoqqa qo'yishimiz kerak olib turib. Buni qanday ushlab turib bu yoqqa qo'ysangiz bo'lmaydi. Обязательно tortishingiz kerak. Bundoq qilib. Tortib qo'yasiz. Va o'zi ko'rsatib qo'ygan bo'ladi qayerga tushishi. Ya'ni buni olib turib, misol uchun indifference olib turib, ignorance men qo'ya olmayman. O'zi olib borsangiz drop deydi. Drop qilasiz, qo'yasiz. Xo'p, bu yoqda bizlar yana yes no not given ham multiple choice ko'rinishida. Oldin drop down bo'lardi, hozir multiple choice ko'rinishida. Xo'p, bu reading haqida qisqacha edi. Bunda 1 soat vaqt beriladi. Va reading ancha osonroq. CGI da sababi alohida ko'chirishingiz shart bo'lmaydi. Avtomatik belgilab ketasizda. Javoblar o'zi automatically submitted bo'ladi. Xo'p, buni tugataman. Okay. Endi writing qismiga o'tamiz. Bunda yana instruction. Xo'p, ketdi startni bosyapman. Va buni ham yaxshi tomoni, bu yerda sizda ko'rinib turadi. Xo'p, this is task 1, right? And I'm going to write task 1 here. Xo'p, qarang. Hech qachon nozik tomoni task 1 ni yozib bo'ldingiz, pastda yo'q task 2. Mana buni bosib qo'ymang. Chunki buni bosib qo'ysangiz, bu task 1 task 2 ni tugatib qo'yadi. Task 2 ga o'tmoqchi bo'lsangiz, mana buni bosasiz. Ya'ni bu bo'ldi. Qilib bo'ldingiz, right? And you go to task 2. Task 2 ni yozib bo'lgandan keyingina mana buni ezishingiz kerak. Agar task 1 da bo'ladigan bo'lsa yoki enter da bosib oladigan bo'lsangiz, unda tugab qolishi mumkin. Hop. That's it for now. Bundan xuddi shunday highlight qilsak bo'ladi. Hop, the percentage, right? For example, in one country by age group, right? So, information
Oops. Etc. So I'm gonna finish writing. So this is for CGI, right? Hop, bizani mocklarda, mock imtihonlarda birga bir imtihondagi platforma qilganmiz. Natijalarni ko'rsangiz bo'ladi va natijalar ham SMS bo'lib boradi o'ziga. So that's it for the explanation for of the platform. Thanks for your attention. Thanks. Goodbye.